Mana hozir bitta bemorimiz kelgan. Bizda 5 kun yotib ketdi. Yosh katta hoji onamiz videoga tushishni xohlamadi. Men yakshanba kuni video qilganman. G'ozorlarda tutatmaslik, uni yerga ko'mishlik haqida gapirganman. Ba'zi bir kommentariyada o'qidim, insonlar shunga ishongingiz kelmayapti. Hoji ona mana javob bergandan keyin, больницаdan chiqqandan keyin nima bo'ldi? Uyingizga bordingiz? Darvozadan kirishimga yoqdi-da. Darvozadan hech iloji yo'q. Rosa g'ozorlarda to'plab turgan ekan. Qo'shnisi endi atiq qilganmi bilmayman, atiq qilgan deb bo'lganda, meni bilganim yo'q, yotganim hech kim u. Shunda uyga borishiga g'ozonni tutatgan. U g'ozon birpasda benzinga o'xshab lovullab yonmaydi-da u. Sekin astalik bilan tutab o'zidan zaharli moddalar chiqarib, shu odamlarning nafasini qisishiga, yo'talning kuchayishiga sabab. Hozir yana hoji onamiz kelibdi. Yo'talim qolmayapti, balg'am chiqyapti. Mashetdan yaxshi bo'lib chiqib ketdingizmi? Yaxshi bo'lib chiqib ketdim. Rosa xursand bo'lib ketdim. Ko'rdinglarmi? Rahmat sizlarga-yu. Asha borib qiynaldim. Ertasiga boshlandi. Oxiri devor tagiga borib baqirsam, qaynasi nima deyapti deydi. O'zi mana ikkala oyoq og'rib, qayna yurolmaydi. Undan aravacha yetalab yuradi. Ashunaqada o'tib, "Ani g'ozonni yaqqanimni o'chir" deyapti dedi. Benasada deysham. O'shuncha azizlar, iltimos, avvalo o'zingizni ehtiyot qiling. Qolaversa, qolgan atrofdagi insonlarni ham ehtiyot qiling. Qo'shniga ozor berish bu yaxshi emas. Payg'ambarimiz alayhisalom ham aytgan, qo'shniga ozor bermaslik kerak. Atrofdagi insonlarga ham ozor bermaslik kerak. Doim salomat bo'ling. Bu videoni yaqinlarga tarashib, ulashib qo'ying.